Bu ko'chada yuradi, ichadi, chakadi, ota-onaga umuman hurmati yo'q. Meni buni tarbiyalashga kuchim yetmay turibdi. Shunga bir yordam qiling endi. Shumi bachay? Ha, iflos bacha. Kerak qani? O'zingga kerak bo'lsa. Ana, ko'rdingizmi? Chitti yuragi yomon bo'ldi ekan, ha? Boring qani, ishingizni aytib bering qani? Mayli, omad. Xo'sh, siz bilan hozir madaniyat to'g'risida gaplashamiz. Madaniyat deganda nimani tushunasiz? Nima o'zi? Yo'q, masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, ota-onani e'zozlash, sansirash noto'g'ri ekanligini bilish haqida biror nima bilasizmi? Dangal gapir, nimani xohlayapsan o'zmandan? Yana sansiraysanmi? Yo'q. Yana sansiraysanmi? Ha? Yo'q. Amaki, kechirasiz, sansalaganim uchun. Qayta takrorlanmaydi. Gapir qanday dadanga? Dada, kechirasan, sansallaganim uchun. O'zgarmagan-ku bu. Chiti programmada kam bo'libdi.